alaykum do'stlar. Bugungi videomizning mavzusi internet qanday ishlaydi va sizlar bilan ProTeach kanali. Biz har kuni internetdan foydalanamiz, video ko'ramiz, xabar yozamiz, dars qilamiz, ishlaymiz, hatto pro o'tkazmalarni o'tkazamiz. Lekin ko'pchiligimiz internetni faqat Wi-Fi, uyimizdagi Wi-Fi darajasida tasavvur qilamiz. Aslida esa internet bu juda katta va murakkab tizim. U bizning telefonimizdan boshlanib minglab kilometr uzoqlikdagi serverlargacha borib keladi. Bugun men sizga internet ichkarida qanday ishlashini, ma'lumot qayerdan, qayerga, qanday yetib borishini va nega ba'zida internet sekinlashib qolishini juda oddiy tilda tushuntirib beraman. Keling, hammasini boshidan boshlaylik. Tasavvur qiling, sizning telefoningiz yoki kompyuteringiz biror saytni ochmoqchisiz, masalan youtube.com. Xo'p, siz enter tugmasini bosasiz. Ana shu paytdan boshlab internet ichida juda ham tez bo'lgan jarayonlar boshlanib ketadi. Avval sizning qurilmangiz so'rov yuboradi. Bu so'rovning ma'nosi oddiy. Menga shu saytning ma'lumotini beringlar. Bu so'rov avval routerga boradi. Router esa uni internet servis providerga yuboradi. Servis provider esa bu so'rovingizni katta tarmoqlar orqali server joylashgan data centerga yuboradi. Server so'ralgan ma'lumotni topadi va uni qayta ishlab sizga xabar ko'rinishida qayta jo'natadi. Bu jarayonning hammasi soniyadan ham kam bo'lgan vaqt ichida sodir bo'ladi. Endi muhim bitta tushuncha bor, u bizda backbone tushunchasi. Ya'ni bu nima? Ular davlatlar yoki qit'alarni bir-biriga bog'lab turuvchi tarmoqlar. Oddiy qilib aytganda, agar internetda bir yo'l desak, backbone bu juda ham katta bir magistral yo'llar. Masalan, O'zbekistondan Amerikadagi servergacha bo'lgan ma'lumotni tashib o'tuvchi sentral katta yo'l. Shu sababli backbone qanchalik sifatli bo'lsa, internet shunchalik tez va barqaror ishlaydi. Xo'p, keling siz masalan google.com degan saytga so'rov yubormoqdasiz. Bu so'rov birdaniga google.com saytiga yuborilmaydi. Bundan avval qanaqa jarayon sodir bo'ladi? Sizning so'rovingiz birinchi o'rinda DNS serverga, ya'ni domain name serverga jo'natiladi. Internetdagi qurilmalar, routerlar va boshqa turdagi intermediary, ya'ni o'rtadagi qurilmalar bizni google.com so'zimizni tushunmaganligi uchun harfli ifodamizni IP adres ko'rinishiga o'tkazib beruvchi bizda shunaqa bir servisni taqdim qiluvchi serverimiz bor. Bu DNS server. Domain name server, ya'ni domain name'ni, sayt nomini IP adresga o'girib beruvchi bir tizim. Keyin bundan google.com sari sizda trafigingiz yoki so'rovingiz ketadi. Xo'p, magistral yo'llar optik kabellar orqali o'tkaziladi. Dunyoning 99% trafigi o'sha liniya orqali o'tadi. Hop, ya'ni yetib borgandan so'ng server sizda so'rovingizni qayta ishlaydi va sizga javobni xabar tariqasida jo'natadi. Keling. Endi ko'p beriladigan savollardan biri, nega ba'zida internet sekin ishlaydi? Buni birinchi sabab ko'p trafik ishlatilsa. Bir vaqtning o'zi juda ko'p odam internetdan foydalansa, tezlik pasayadi. Bu holatni yo'ldagi probkaga o'xshatish mumkin. Mashinalar ko'paysa, harakat sekinlashadi. Internet ham xuddi shunday. Masalan, kechki soat 6-7dan so'ng ko'pchilik ishdan qaytadi va ijtimoiy tarmoqlarda faolligi oshadi. Shu sababdan internet yoki Wi-Fi'imiz sekin ishlashni boshlaydi. Routerdagi signal pastligi ikkinchi sabab. Xo'p. Wi-Fi signalining pastligi. Ko'pincha muammo internetdan emas, router bilan qurilmalar, uydagi qurilmalar orasida bo'lishi mumkin. Agar router uzoq bo'lsa, devorlar bo'lsa, router eski bo'lsa, tezlik tushadi. Buning yana bir sababi, uyda radioto'lqin ishlab chiqaruvchi boshqa bir qurilmalar mavjud bo'lsa ham routerning ishlashiga to'siq bo'la oladi. Shu sababli routerning joylashuvi juda ham muhim. Uchinchi sababimiz esa server uzoq masofada joylashganligi. Server qanchalik uzoq bo'lsa, ma'lumot shunchalik ko'p yo'l bosadi. Bu esa serverlar, saytlar sekin ochilishiga, videolar kechikishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun katta kompaniyalar dunyoning turli joylarida o'z data centerlarini, ya'ni serverlarini joylashtirishadi. Hop, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, internet bu sehr emas, bu qurilmalar, routerlar, providerlar, backbone tarmoqlar va serverlardan iborat bo'lgan katta tizim. Agar shu zanjirning bir qismida muammo bo'lsa, internet sekinlashib qoladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda internet va tarmoq mavzularini yanada oddiy tilda tushuntirib beraman. Barchaga rahmat. Ko'rishguncha.